Hurmatlilar, endi biz avvalgi darsimiz davomidan boshlab ketamiz. Ya'ni biz o'tgan darsimizda, video darsimizda aylana bo'ylab tekst harakat sirlari o'rganganmiz, harakat turida o'rganganmiz. Xo'p, biz buni ko'radigan bo'lsak, aylana bo'ylab harakat. Xo'p, bunda jism aylana bo'ylab o'zgarmas tezlik modulida harakatlansa, ya'ni bu degani aylana bo'ylab tekst harakat qiladigan bo'lsa deyapti. Uni tezligini, yo'nalishi uzluksiz o'zgarib turadi harakat davomida. Son qiymati esa o'zgarmaydi, chunki aylana bo'ylab tekst harakat deyapmiz. Mana bu aylana bo'ylab harakat davomida tezlikni v son qiymati o'zgarmaydi, lekin turli nuqtaga kelgan vaziyatda uni tezligini, yo'nalishlari uzluksiz o'zgarib turadi. Aylana bo'ylab harakatdagi asosiy formula bizda bo'ladi: markaziy nima tezlanish. A, ya'ni bu normal tezlanishni o'zgaradi. Anormal teng v kvadrat taqsim etadi. Ya'ni chiziqli tezlik kvadratini y gradusga bo'linmasiga teng bo'ladi. Xo'p, burchak tezligi esa bizda omega teng 2 pi r taqsim davr yoki bo'lmasa 2 pi nu bilan ifodalanadi. Bizda bu davr bizda bo'ladi aylanish davri, ya'ni bir marta aylanib chiqish uchun ketgan vaqt hisoblanadi. Bu nu esa biz bo'ladi chastota vaqt birligidagi aylanish, ya'ni 1 sekundda necha marta aylanish. Endi bu sistemalarda juda ham, ya'ni gidravlika jismlarda juda ham tez bo'ladi. Bizda chiziqli tezlik bilan burchak tezligi orasida bog'lanish ifodalasak, v teng omega, ya'ni bizda chiziqli burchak tezliklarda bitta bir xil ifodalardan nisbat olganimizda bu ifoda kelib chiqadi. Natija xulosamiz. Birinchi misol bilan dinamikani qonuni boshlaymiz. Dinamika bizda bo'ladi Nyutonning 3 ta asosiy qonuni bo'yicha yoritiladi. Nyutonning 3 ta qonuni bor. Birinchisi bo'ladi bizda inersiya qonuni, ikkinchisi kuch va tezlanish, ya'ni tezlanish olgan sistemalar uchun, uchinchisi esa aks ta'sir qonuni. Birinchisi inersiya qonuni. Jismga hech qanday kuch ta'sir qilmasa, o'zini tinch yoki bo'lmasa tekis harakatini saqlab qolaveradi degan birinchi qonun bu inersiya qonuni. Mana bu yerda ko'ryapsizki, stol ustida turgan jismlarni ostidagi nimani, choyshabini juda katta tezlik bilan tortgan vaziyatda bu sistema joyida qo'zg'almasdan o'rnida turib qoladi. Ya'ni bu inersiya qonuni o'zini inersiyasi bilan bu jism joyida turibdi. Masalan biz mana shu jismdagi hech qanday kuch ta'sir etmasa, bu o'zini tinch yoki tekis holatda bo'lsa, tekis harakatni saqlab qolaveradi. Bu inersiya qonuni edi. Ikkinchisi bizda bo'ladi kuch va tezlanish. Ya'ni kuch ta'sirida jism olgan tezlanish. Biz velosiped mini mana bu yerda pedallarni kuch bilan bosamiz, natijada bu tezlik olib, tezlanish olyapti, tezligini oshib boradi. Masalan biz mana birorta mashinani turtish mobaynida kuch bilan ta'sir buni harakatini nima qilish mumkin? Tezlatishimiz yoki bo'lmasa sekinlashtirish mumkin. Bizda bo'ladi Nyutonning ikkinchi qonuni. Jism olgan tezlanish kuchga to'g'ri massaga teskari proporsional bo'ladi. Biz bu yerdan kuch topganmiz, F teng ma. Massa va tezlanish ko'paytmasida biz nima qilayotgan, sarflayotgan kuchni qiymatiga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisi bizda bo'ladi aks ta'sir qonuni. Buni biz bilamizki, birinchi jism ikkinchi jismga qanday kuch bilan ta'sir etsa, ikkinchisi ham birinchisiga xuddi shunday miqdoriy jihatdan teng yo'nalishlar bo'yicha qarama-qarshi kuch bilan ta'sir etadi. Misol uchun mana bu yerda raket uchun nima qilyapti? Ta'sirlayapti. Juda katta bosim bilan pastga bosim kuchi ta'sir qilgan vaziyatda, ya'ni chiqqan vaziyatda gaz yonib, bu sistemani yuqoriga harakatlantiradi, ya'ni aks ta'sir hisobiga. Mana bizda bo'lyapti F1 F2 teng, faqat minus ishora. Endi bu yerda minus ishora kuchlar qarama-qarshi ifodalaydi, xolos. Xo'p, endi bizda tabiatdagi asosiy mexanik kuchlar bor. Ya'ni biz ko'rish mumkinki, mana bir sportchi deylik, tirmashib chiqyapti bir balandlikka. Bunda bizda bu jism uchun og'irlik kuchi mavjud. Chunki barcha jismlarni yer o'ziga tortib turadi. Biz buni Nyuton qonunlarida ko'rdikki, bu bizda gravitatsiya kuchi bo'lsa, og'irlik kuchi hisoblanadi. F teng mg bilan ifodalanadi. Barcha jismlarni yer markazini tortib turish, ya'ni og'irlik kuchi. Sizning massangiz qancha bo'lsa, siz uni g erkin tezlanishga ko'paytirsangiz, sizning nimangiz bo'ladi? Og'irlik kuchingiz bo'ladi. Misol uchun men hozir 50 kg deb qarasam, meni yerga doimiy 500 newton kuch tortib turadi. Bu og'irlik kuchi. Xo'p, ana endi bu yerda bor, yana ishqalanish kuchlari ham bor. Ya'ni jismlar o'zga sirtlarda harakatlangan vaziyatda ularda harakatiga qarshilik qiluvchi kuchlar yuzaga keladi. Bu bizga aytiladi ishqalanish kuchi. Ishqalanish kuchi mu n ifodasi topiladi. Mu ishqalanish kasini, ya'ni jismlarning sirtlari orasida ishqalanish kasini, bu material turiga bog'liq kattalik. N esa biz bo'ladi jismning og'irligi. Tekis harakatda mg degan bo'ladi. Keyingi biz bo'ladi elastiklik kuchi. Elastiklik kuchini bizga Gauss qonuni ham aytiladi. Prujina siqilsa, kuch cho'zilganda ularni o'zini dastlabki holiga qaytarish kuchi yuzaga kelib, bu bizga bo'ladi elastiklik kuchi. Ya'ni biz buni prujina tarozi bo'lsam, xuddi shunday elastik jismlarda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingi tushunchamiz bo'lar ekan impuls va reaktiv harakat. Impuls bizda nima? Impuls bizda o'zi harakatning miqdorini ifodalaydi. Agar jismning massasi va tezligi bo'lgan bo'lsa, bizda yuzaga keladi jism impulsi. Agar jismga biror vaqt davomida biror kuch ta'sir etsa, bizda yuzaga keladi kuch impulsi yuzaga keladi. Endi saqlanish qonuni. Yopiq sistemalarda impuls saqlanish qonuni doimo o'rinli bo'ladi. Agar ochiq kontur bo'lsa, ya'ni tashqi kuchlar, qarshilik kuchlari ta'sirlar inovatsion bo'lsa, ya'ni saqlanish qonuni kabi impuls saqlanish qonuni ham o'rinli bo'lmay qoladi. Yopiq sistemada to'qnashayotgan jismlarning umumiy impulsi o'zgarmaydi. Ya'ni dastlabki holatdagi impulslar yig'indisi qanday bo'lsa, bu doimiy ravishda o'zgarmay saqlanadi. Va bizda reaktiv harakat nima o'lasak, xuddi shu raketa uchib harakatlanayotgan vaziyatda, uchayotgan vaziyatda buni ostidan kuchli gaz bosim bilan chiqqan vaziyatda sistemani oldinga qo'zg'atib oladi. Bizda sistema bir qismini ajratib turib qaram-qarshi harakat qilsa, qolgan sistema unga teskari tarafga harakatlanib ketishi. Raketa yonilg'isining yonish mahsulotlarini gazlar deyapti, katta tezlik bilan otilib chiqishi natijada jism oldiga siljishi bizda reaktiv harakat deyiladi.
Hop, biz buni o'sha qurollarda ko'rsak ham bo'ladi. Qurollarni ortganida ham bilamizki, kinolarda ham bor. Avtomatlar orqaga tepadi. Kuchli bosim bilan o'q chiqib ketgan vaziyatda qolgan sistema orqaga harakatlanib, nimaga yerga tepish kuchi bo'ladi. Bu ham xuddi shu reaktor hisob bo'ladi. Endi bizda bo'ladi mexanik energiya, harakatning universal valyutasi deb ketyapti bu yerda, ya'ni energiyaning saqlanish qonuni. Bizda o'zi ikki xil energiya bor, kinetik energiya va potensial energiya. Kinetik energiya qachon yuzaga kelsa, kinetik energiya jismlar mexanik harakat qilgan vaziyatda yuzaga keladi. Potensial energiya esa o'zaro ta'sirlashuvlar tufayli yuzaga keluvchi energiya bo'ladi. Agar biz yer sirtidan biroz yuqori baland nuqtada turgan bo'lsak, biz va yer o'rtasidagi o'zaro ta'sir tufayli potensial energiya yuzaga keladi. Agar biz harakatlanib mana shu joyga yetib kelib biroz tezlikka ega bo'lgan bo'lsak, bu yerda yerdan balandligimiz 0 hisoblanib turib, potensial 0. Endi bor potensial energiyamiz miqdori kinetik energiyaga almashib ketib qoladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki, bu eng yuqori nuqtada balandlik eng katta, lekin bu yerda jism tinch holatda harakat boshlaydigan bo'lsa, bu yerda tezlik eng katta, lekin yerdan balandlik 0. Xo'p, energiya saqlanish qonuni xuddi shunday. Yopiq sistemalarda kinetik va potensial energiyalarni bir-biriga aylanib turishi bizda energiya saqlanish qonuni deyilar ekan. Ya'ni ixtiyoriy nuqtasida ham tezligi ham balandligi bo'lgan vaziyatda kinetik va potensial energiyamiz bizda dastlabki holatimiz ham mana bu vaziyatdagi to'la energiya teng bo'laveradi. Mexanik endi ish, jismlarning kuch ta'siridagi faoliyat degan misol ko'chish kelsa, mexanik ish deb atalar ekan. Ya'ni kuchni masofaga ko'paytmasdan ifodalanar ekan. Bu yerdagi kosinus alfa bo'ladi bizda kuch va yo'nalish orasidagi burchak hisoblanadi. Xo'p, statika va gidrostatika qonunlari, muvozanat qoidalarini gaplashadigan bo'lsak, birinchi o'rinda statika aylanmaslik sharti. O'zimizda statika nima o'rgansak, statika bizda jismlarni muvozanatda turish shartlarini o'rganadi. Ya'ni bunda bizda asosiy ifodamiz kuch momenti. Kuch momenti bizda M teng Fd, ya'ni jismga ta'sir etayotgan kuchni kuch yelkasiga bermaslik deyiladi. Kuch yelkasi demasak, kuch tekisligidan aylanish o'qigacha bo'lgan eng qisqa masofa hisoblanar edi. Hop, keyingi bizda gidrostatik bosim. Gidrostatik bosim agar biz dengiz sathidan qancha pastga tushadigan bo'lsak, ya'ni dengizning chuqurligi oshib borgan sari, masalan, suvning chuqurligi oshib borgan sari suyuqlikda bizda bosim oshib boradi. Gidrostatik bosimimizda muvozanat turgan suyuqlikni idish tubiga berilgan bosim hisoblanib, bu bizda P teng rho G H bilan ifodalanadi. Rho bizda bo'ladi suyuqlik zichiga, H esa suyuqlik ustunining balandligi bo'ladi. Keyingi bizda Arximed qonuni. Arximed qonuni bizda bo'ladiki, bu kemadan harakatlanishda o'rinli bo'ladi. Jism qancha kuch bilan bossa, jismga xuddi shuncha suyuqlik tomonidan itarib chiqaruvchi kuch yuzaga keladi. Bu bizda Arximed kuchi hisoblanadi. Agar uni og'irlik kuchi Arximed kuchiga teng bo'lsa, sistema suv sirtida muvozanatda yurishi mumkin bo'ladi. Agar bosuvchi katta bo'lsa, bu kema cho'kib ketishi mumkin. Bizda shuning uchun yuzasini kattaroq qilib yasaladi, quriladi kemalar. Sabab uni yuzasini kattalash esa Arximed kuchi kattaroq ta'sir etib, buni cho'kib ketishi, masalan, suvni o'ziga kirgizmasa, uni ko'proq yuk ko'tarishi mumkin bo'ladi. Bu biz endi Arximed kuchiga bog'liq. Yuza qanchaga tursa, shuncha Arximed kuchi ham katta bo'ladi. Endi mexanikani bitta manzarada ko'rgan bo'lsak, ya'ni bir necha harakat, masalan, bir necha qonunlarni bitta harakatda ko'rgan bo'lsak, rampadan tushishda doimiy tezlanish. Misol uchun mana bu yerda xuddi shunday sportchi skateboardda uchyapti deylik. Bu yerda birinchi o'rinda aylanma harakat yuzaga kelyapti. Egri sirtda markaziy kuch ta'sirida yo'nalishni o'zgartiryapti. Ya'ni bu yerda sirt egrilashgandan so'ng markaziy tezlanish yuzaga kelyapti. Ya'ni bu aylanma harakatga tushuncha bo'ladi. Endi dinamika va ishqalanishga yuzaga kelyapti. Dinamikada endi bu jismda og'irligi bor. Og'irlik ta'sirida bu sirtda ishqalanish ham yuzaga kelyapti va bu yerda endi saqlanish qonunlari ham o'rinli bo'lyapti. Eng yuqoridagi potensial energiyasi eng pastdagi kinetik energiyasi temaveradi. Bu yerda energiya almashuvi ham bo'lyapti. Bitta harakatda biz turli xil qonun qoidalarni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, xulosa sifatida ifodalash mumkinki, mexanika tushunchasi imtihon uchun yodlanadigan yoki formulalar to'plami emas, bu atrofimizdagi olamning yashirin qonuni hisoblanadi. Bunday qonuniyatlarni abituriyentlar uchun o'qishga kirish kaliti hisoblasak bo'ladi. Inson uchun esa katta texnologiyalarda ochish imkoniyati bo'ladi. Bundan qiziqarli darslarimizni kuzatmoqchi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi darslarda ko'rishguncha.